Bahardek güllerim barda bir çağlar. Bahardek günlerini sığındım acab. Şu sebep özümni taşlab etmedim. Ötsümü beşimden talaylar kısmet. Köp qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. Beshinchi bob. Reallikqa aylangan kuch. 18 qismi. Xushxo'y to'limi jiddiylashgan holda doktorning yeniga kirganda doktor aldirashlik bilan ustal oldida o'tirgancha xotirasiga bir narsalarni xotirlayotdi. Ha, qani keling, o'tiring. Doktor, sizga nim desam bo'la? Oldingizda bekli xijilman. Intayin zo'r tirishchilik ko'rsatdik. Ammo yo'ldishingizning salomatligi bargan sari ojizlab menyotidi. Bemorni qaytirib ketib, yaxshiroq bekvagan bo'lsanglar. Voy, nim bo'ldingiz? Qani, bu yoqqa o'tiring. Choy iching. Qandoqroq? Oldingizda bekli xijilman. Bu gapni sizga yetkazmaganmi intayin tez keldi. Biz doktorlarmi har bir bemorning baldiroq shifolik tepishini orzu qilamiz. Biz butun kuchimiz bilan tirishdik. Sizning tushunishingizni umid qilaman. Doktorning so'zlarini anglagandan keyin Xushxo'yning beshi qiyib, yer jahon pirqirayotgandek tuyg'uga kelib qoldi. Bayatın onun ko'z oldi qorong'ulashgan chaqda doktor kelib tutib olmagan bo'lsa, u allaqachon aylanib ketgan bo'lar edi. Doktorning ishxonasi bilan tanhoning yotiqi ancha yiroq bo'lmasa-mu, ammo shu topda bu orliq Xushxo'yga ko'z yetkisiz uzoq yo'ldek bilinib ketdi. Chunki shu topda uning tiniqlari, fikrlari ham qadamlari to'liq eg'ir va horg'in edi. Endi bu qismatlarga zodi nima tuguluk. U chin dilidan so'ygan ham o'zi uchun har vaqt jon pido qila oladigan ashu suyimli hamrohi shundoqli ketib qolarmi? U dahi Amdullah 20 necha baharni boshdan kechirgan bir navqiron yosh edi u. Nurg'un azob uqubat, bo'ron chopqinlardan keyin ular ming taslikda visol topganda bu visol, bu muhabbatning xotimasi azobli ko'z yoshlar bilan oxirlasharmi? Xushxo'y ko'z yoshlarini surtib ulgurmaydi. Uning ko'z oldiga tanha bilan dastlabki ko'rishgan chog'lardan tortib hozirgacha bo'lgan ko'ngillik chog'lar xuddi kino lensidek bir-birlab o'tishga boshladi. U eg'irlashgan putlarini tasti yutkab tanhaning yotiqiga kirib keldi. Xushxo'y yotoqqa kirganda qiynatisi bilan qiynapisi tanhaning yanada o'ltiradi. Uni doktor chaqirgan chog'da ular sirtqa tamoq yegili chiqib ketgan edi. Bu qayg'uli xabarni ularga yetkazgidek jur'at va madar Xushxo'yda yo'q edi. Tanha kasal karvatida yotgan holda dadisining quchqida xushal-xo'ram o'ynayotgan o'g'li Umidga qarab yotadi. U bu manzarani ko'rib birdilla o'zini tuta olmay orqaga o'rilib sirtqa yig'ilgan holda chiqib ketdi. U to'p-to'g'ri yarim soatlargacha ko'z yishi qildi. U tunji qatim hayotdagi eng eg'ir, eng qattiq noilojlikni his qilmoqda edi. U
Doktorxonaning hovlisidagi o'rindiqda o'tirgan shu paytda uning oldidan 30 necha yoshlar chamisidagi bir necha yoshlik o'g'lini bo'yniga mindirgan holda kulki chaqchaq bilan o'tib ketayotdi. Xushxo'y ularga qarab, o'g'li Umidni ko'z oldiga keltirib, birdilla o'rnidan turib ketdi. U shunchalik bir g'ayratga keldiki, uning shu holatdagi turqidan odam his qilib bo'lg'ili bo'lmaydigan darajadagi qat'iylik chiqib turadi. Ya Xushxo'y, bundaqla umid uzvatsang, bal qo'yvatsang bo'lmaydi. Yo'ldishing chuqum davolanib saqayish kerak. Sen chuqum izlanishing, tirishishing kerak. Keyingi hayotingda sana er bo'lmasimi bo'ladi. Lekin o'g'lingga otasi bo'lmasa bo'lmaydi. Tanhoni davolayotgan mas'ul doktor yig'indan qaytib chiqib, ishxonasining eshik oldida o'zini saqlab turgan Xushxo'yni ko'rib, ko'z aynigini qo'liga oldi. Bayatın yig'inda edik. Qarg'anda xeyli saqlagan o'xshaysiz. Bir masala ko'rilmagandi. Qani kiring, o'ltirib paranglashayli. Doktor, yo'ldishimning kesili saqayishdan qilchilik umid yo'q holatda eg'irmi? Navada onun salomatligi yaxshilanadiganlar bo'lsa, azroq umid bo'lsa-mi tirishib davolab ko'rib baqqan bo'lsanglar. Faqat yo'ldishim hayot qoladiganlar bo'lsa, bütün uy bisatimizni setib bo'lsa-mi davolatamiz. Bilamsiz doktor, yo'ldishim meyitlik sababidan az azob tatmadi. U gerçi meyit bo'lsa-mi, shu qadar ahli janob, shu qadar esil bir Biz bir-birimizni shunchalik yaxshi ko'rishib, nurg'un qiyinchiliklarni yengib, oxiri birga turmush qurgan. Hozir bizning omoq o'g'limiz bor. U endi texi 2 yoshga kirdi. Yurak param bo'lgan, shu balam uchun bo'lsa-mu, yo'ldishimning hayotini saqlab qolgan bo'lsanglar, sizlardan o'tinay, qanday chora qilsanglar, biz rozi. Faqat yo'ldishim hayot qiladiganlar bo'lsa, qanday shartlar bo'lsa, biz o'rindaymiz. Doktor, uni uyga qaytirib aytib, biz qandaqmi uning o'limini kutib tura olamiz? Sizdan o'tinay, doktor. Bo'ldi. O'z-o'zini tutmaylang. Avval mening so'zimni yaxshi anglang. Yo'ldishingizning kesili og'ir darajadagi o'pka manbalik yurak kesili. Yurak og'ir darajada zaiflashgan. Uning ustiga teni asldili bek ojiz. Biz ishlatgan dorilar hozirgacha hech qanday unum ko'rsatilmadi. Biz mo kasalning ahvoliga qarab davolashni o'ylashgan. Ammo bemor bundoq ojiz ahvolda davolash ilib borsak, bemor bardashlik berolmaydi. Shuni sizlarga qaytirib ketishni tavsiya qilgan edik. Bizning davatganimiz yurak qarta soladigan ukol. Agar yurakning xizmati normal asliga kelmasa, boshqa agashma kasalliklarni tizginligini bo'lmaydi. Mo'lcharimizcha yo'ldishingizning tenining ukolga bardashlik berish nisbati nihoyat tuvan. Doktor, rastaysiz, yo'ldishim meyib. Lekin o sizlar o'ylagandek o'yinchilar ruhiy aciz odamlardan emas. Siz onun qanchalik chidamchan, qanchalik qaysar ekanligini bilmaysiz. Doktor, menimcha cho'qim yo'ldishim bardashlik bera oladi. Navada yo'ldishimdan ayrilib qolsak, ana bola ishimiz qanday qilamiz? Cho'g'lar bunga qanday bardashlik bera oladi? Uyga qaytirib kelsakmi, baribir o'limni kutib turadigan ish. Shunga davolashga urinib baqsak, yuragimizda pushaymon qolmaydi. Doktor, sizdan o'tinay, kichikina umid bo'lsa-mu, tirishib baqqan bo'lsanglar, men yo'ldishimga aytay. O intayin qaysar bir ishini men o cho'qim bu qiyin o'tganlardan o'tib ketalaydi, doktor. Yo'ldishingizga bo'lgan muhabbatingiz meni bekla ta'sirlantirdi. Ma'qul. Amsa men sizga bir material beray. Navoda sizlar yaxshiroq o'ylanib, sizlar yaxshiroq o'ylashib, bunga imzo qo'ygandan keyin biz davolash ilib boraylik. Xushxo'y doktorning bu so'zlarini anglagandan keyin qalbi birdilla umidga to'lib, ko'ngli yayrab ketdi. U
umaq o'g'li ham ota-onasi uchun intayin xushal bo'ldi. U tanha uxlab qolgan fursatda bu ahvollarni ota-onasiga nihoyatda sabrchanlik bilan yetkazdi. Tanhaning ota-onasi bu ahvollarni bilib, o'g'li uchun qattiq qayg'urdi. Ammo qandoqli bo'lmasin, davolashda kichkina bo'lsa-mu umid bor ekanligini bilgandan keyin har holda umidlanib, andishsi pasayib, ko'ngli tasalli topdi. Tanhaning tini borgan sari ojizlab mengayotgan bo'lg'achqa, davolashni 1 minutni kechiktirishga bo'lmaydi. Shunga tanha uyg'onib, tamoqdan keyin cho'nglar umidni ilib chiqib ketganda, xushxo'y tanha bilan mushu to'g'riliq paranglashdi. Aqalli xushxo'y amal bar tanhaga umid, ishonch beg'ishlash arzusida aldirmay gap boshladi. Aqalli xushxo'y amal bar tanhaga umid, ishonch beg'ishlash arzusida aldirmay gap boshladi. Tamoqdan yana azroq o'sib beraymi? Yana azroq yang. Yo'q bo'ldi. Bek to'yib ketdim. Siz-chi, tamoq yemgandekli-ku. Ha, men baya yeb bo'ldim. Yolg'on aytmang, ha. Qarang, kirpiklaringiz gaz bog'lab ketibdi. Xushxo'y tanhaning bu gapini anglab, birdilla uning qo'llariga yuzini yiqqancha yig'lab ketdi. Nima bo'ldingiz? Bir yeringiz og'riyotamda? Bilaman. Mushkullarda sizlar bek chapa chekdinglar. Sizga bek ig'irchilik soldim. Doktorxonaga kelganimga xeyli vaqt bo'ldi. Endi qaytib kelsak bo'ladi. Bilamsiz xushxo'y. Sizda qo'limga qo'yib mugdab o'tiribdi ekansiz. Men ko'zimni ichib turib olsam, sizni aram ololmay turmusin deb ko'zimni yumilib yotgandim. Qanada doktorlar keslimni nim deydi. Qaytib kelsak bo'lamdi-ku. Helimi men bek uzoq yetib ketdim. Sizimni obdan anglang bo'lamdi. Doktorlar bizni qaytib kelsak bo'lganligimizni aytdi. Lekin ular sizni oyoq bu yoqqa yo'tkilib tursa, salomatligiga foydasiz. Shunga yana bir bosqich davolashni oxirlashtirgandan keyin qaytinglar deb turib oldi. Doktorning meni ayrim chaqirtishida mundaq bir sabab bor ekan. Doktorning aytishicha, bu davolash odamda nihoyat zo'r chidam, jasorat talab qiladi ekan. Navoda davolashga bardoshlik berolmay qolsangiz, ahvolingiz texmi ig'irlab ketadi ekan. Shunglashqa biz cho'nglar bilan maslahatlashib, sizni yana bir bosqich davolashga o'rlashtirmoqchi bo'lyapmiz. Doktorlar shunday dedimi? Ha. Bular asli sizni davolashga bardoshlik berolmay qolarmi deb bek ansirabdi ekan. Men ularga sizning intayin qaysar, irodali ekanligingizni aytdim. Biroq men bekla ansirab qoldim. Deganingiz bek to'g'ri bo'pti. Mening saqlayishim uchun sizlar shuncha jabr chekayotgan tursanglar. Men unchalik azobga bardoshlik bermasam bo'lamdi. Mayli, qandoqli bo'lmasin, cho'qim saqlaying. Men yana bizning orzuliq bolamiz Umid. Cho'nglar hammamiz sizga muhtoj. Bizga siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Cho'qim chidashlik bering. Ma'qul. Albatta shunday qilaman. Bo'ldi, ko'nglingizni buzmang. Men cho'qim bardoshlik beraman. Navoda yaxshi bo'lib ketamay qolsam. Yo'q, siz cho'qim saqlaysiz. Sizga aytgan edim-ku. Bizning baxtli kunlarimiz dexa oldimizda. Qalaymiqan gap qilishingizga yo'l qo'ymayman. Xushxo'y tanhaning og'zini qo'li bilan etib elib shunday dedi. Tanha Xushxo'yning qo'llarini chingida tutib oldi. Xushxo'ydek bir esil, oq ko'ngil ham to'limi fazilatli bir qizning hayotiga bog'langanligidan o'zini cheksiz baxtli his qilib ko'z yoshi qildi. Tanhaning ko'zlaridan oqqan yoshlar Xushxo'yning qo'llariga tomchilab tushdi.
bir oila kishilarning davolash kelishimiga imzo qo'yishi bilan tanhoni davolash rasmiy boshlanib ketdi. Bu mezgillarda mayli cho'nglar yoki xushxo'y bo'lsin, har bir minut sekundni intayin jiddiylik ichida o'tkazdi. Xushxo'y tanhoning holidan texmi yaxshi xabar oldi. U garchi shunchalik charchagan bo'lsa-mu, lekin tanho qiyin o'tganlardan o'tib bardoshlik berib, davolash oxirlashgacha so'z harakatlarda tanhoga umid va ishonch ato qildi. Xushxo'y azaldan hayotlikning intayin kang qursoq ekanligini tushunadi. Ham o'zlariga mana shundoq bir pok muhabbatni nisb qilgan hayotlikning bu muhabbatni aldirabla nobud qilib etmaydiganligiga shaksiz ishonadi.